minglagan kishilar qisqistanchilikdan bir-birini lasavatgudek bo'lishib ketgan edi. Hazrati Ayso shogirdlariga qarab, "Sizlar farisiylarning eshitqusidan, ya'ni soxtipazligidan hoşyar bo'linglar. Çavusi çitqi yeyilmaydigan, hech qandaq yoshirin ish, oshkorlanmaydigan, hech qandaq maxfiyatlik yo'qdir. Demak, sening maxfiy qilgan so'zlaringlar ochiq oshkora anglandi. Uyning ichida xufiyoni pichirlashgan gaplaringlarmi to'rt tomdan o'tib, xalqi olamga pur ketidi", dedi. Hazreti Ayso yana mundaq dedi: "Do'stlar, jininglarni teninglardan judo qilishdan boshqa ziyonkashlik qo'lni kamaydiganlardan qo'rqmanglar. Kimdan qo'rqish kerakligini ko'rsatib qo'yay. Jininglarni olgandan keyin do'zaxga tashlashga huquqli bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Qo'rqishga tegishligi ana shu." Besh qushqochni 2 tangiga setib olg'ili bo'lsa-mu, lekin ularning birini-mu Xudo unutib qolgani yo'q. Hatto sizlarning har bir tal chechinglarning-mu hisobi bor. Shundoq ekan, qo'rqmanglar. Chunki sizlar Xudo uchun nurg'ulg'an qushqochdan-mu qimmatlikda. Ko'ngil qo'yib anglanglar, dedi Hazreti Ayso gapini davomlashtirib. Hozir ko'pchilik oldida meni e'tirof qilganlarni, keyin inson o'g'limi Xudoning farishlari oldida e'tirof qiladi. Biroq ko'pchilik oldida meni rad qilganlar Xudoning farishlari oldida-mu rad qilindi. Inson o'g'liga qarshi so'z qilganlar kechirimga erishalaydi. Biroq muqaddas ruhga kufrlik qilganlar kechirimga erishalmaydi. Sizlarni bu odam Hazrati Aysoga agashgan deb ibodatxonaga yoki hukmdorlarning oldiga elib berib so'roq tatqanda o'zimni qandoq aqilsam bo'la yoki nima desam bo'la deb andish qilmanglar. Chunki nima deyishinglarni muqaddas ruh shu vaqtda sizlarga o'rgatadi. Ko'pchilik ichidan bir kishi Hazrati Aysoga: "Ustoz, akamga otimizning qolgan mirosdan menga tegishligini berishni buyursangiz", dedi. "Birodar, kim menga sizlarning oranglarda qozlik qilish yoki mirosini ayirib berish huquqini beribdi?" dedi Hazrati Ayso uningga. Keyin u ko'pchilikka: "Har xil ochko'zlikdan paxas bo'linglar va saqlaninglar. Chunki kishi har qancha boy bo'lib ketsa-mu, uning hayoti mol-mulkining ko'pligiga bog'liq emas", dedi. Hamda ularga mundaq bir tamsilni so'zlab berdi. Bir boyning yeri mol hosil beribdi. U ko'nglida bunchavala hosilni qo'ydigan yerim yo'q. Qanday qilishim kerak? To'g'ri, hozirgi omborlarimni buzib, kengaytib qurib, oshliq va boshqa mol-mulklarimni shu yerga qo'ymamdiman deb o'ylabdi. U yana o'z-o'ziga: "Voy, sen nima degan baxtlik odam? Ko'p yil yetgudak mol-mulkim bor. Yeb-ichib, turmushni xushal-xuram, rohat o'tkazmamsa", debdi. Lekin Xudo uningga: "Ey ahmoq, bugun kechila omonatni topshirsan. Undaqda to'plagan barliq boylig'ing endi kimga qola?" debdi. Hazrati Ayso yakunlab mundaq dedi: "O'ziga boylik to'plagan, ammo Xudoning nazarida boy bo'lmagan kishining oqibati mana shundoq bo'ladi."